Musofir shouga kelgan odamki, Cobalt avtomashinasini yutib ketsin deb yaxshi niyat qilamiz. O'yinimiz zinama-zinadan iborat. Nima sovg'a yutsanglar ham bo'lishamiz demayman. 10-raqam. 10 million so'm pul yutug'i. Sintallilik yo'q. Smartfon. Tabriklayman. Bitta kaltakdan qoldingiz. 4 milliondan bo'lsa 12 million. Kimdan olishimni ham bilmayman, beraman lekin. Xohlasanglar raqamni alishtirish imkoniyati bor. Cobaltni bersangiz beramiz. Shunchalikmisan, Cobalt? 30 million beraman. Yo'q. 30 million bering. Alishtirmayman, boring, ochavering. Va so'nggi sovg'amiz 7-raqam. Assalomu alaykum. Bizni Oynai jahon orqali tomosha qilib turgan aziz yurtdoshlar. Assalomu alaykum. Barchangizni Musofir shouida ko'rib turganimizdan bag'oyatda xursandmiz. Rahmat, tashrif buyurgan aziz Musofir shou muxlislariga ham assalomu alaykum deymiz. Ana endi ekran qarshisida o'tirgan yurtdoshlarimizga yuzlanamiz. Musofir shou nima? Bu Musofir shou O'zbekistondagi eng katta kapital shoulardan biri bo'lib, bunaqasi hali bo'lmagan. Butun dunyodan ishtirok etish imkoniyatingiz bor. Undan tashqari O'zbekistondan ham hozirgi kunda bemalol ishtirok etsangiz bo'ladi. To'g'ri. Va biz navbatdagi omadli ishtirokchilarimiz bilan o'yinimizni boshlashga tayyormiz. Albatta, sizlar tayyormisizlar? Qani muxlislar! Musofir shouga kelgan odamki, Cobalt avtomashinasini yutib ketsin deb yaxshi niyat qilamiz hamda ushbu sonimizni boshladik. Barchaga omad tilaymiz. Ana endi Musofir shouda qanday ishtirok etish mumkin degan savollar ham Musofir shou muxlislarida tug'ilishi mumkin. To'g'rimi, Albatta, Go'zalxon? eng qiziq savollardan biri bu. Albatta, Musofir shouda ishtirok etish juda ham oddiy. Hozirgi kunda App Store yoki Play Market orqali telefoningizga Biz Media platformasini yuklab olasiz hamda uni ichiga kiradigan bo'lsangiz, Musofir shou tarifi bor. Undan o'zingizni rasmiylashtirasiz hamda undan chiqqan IDni Musofir shou Telegram botiga shunday jo'natib qo'yasiz. Omadingiz keladigan bo'lsa ishtirokchiga aylanasiz hamda Musofir shouda mana shu studiyada siz bilan yuzma-yuz ko'rishamiz. Albatta, va har shanba My5 telekanalida soat 21:00 da ko'rsatuvimizni bemalol tomosha qilsangiz bo'ladi. Ana endi muxlislarni hamda ishtirokchilarni ko'p kuttirmagan holatda ularni studiyamizga taklif qilamiz. Qodirov Sohibjon Polshadan, Yevropadan bizga ishtirokchiga aylangan hamda ularning oila a'zolarini taklif qilamiz. Andijondan Qodirov Sohibjon oilasini taklif qilamiz. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum, hormaylaringiz. Assalomu alaykum. Osh yegan qo'llaringizni olib qo'yay deydi. Xush kelibsizlar. Assalomu alaykum. Yaxshimisizlar? Assalomu alaykum. Yaxshimisizlar? Xush kelibsizlar. Musofir shouda sizlarni ko'rganimizdan bag'oyatda xursandmiz. Rahmat. O'tgan galgi sonlarimizda faqatgina Surxondaryodan, Sheroboddan yutib ketishayotdi. Endi vodiyga ham Cobalt olib ketish niyat bormi? Albatta. Nevaramiz har safar aytadi, "Opa, qachon olib kelib berasiz bizga oq Cobalt" deydi. Ajab emas, mana niyat ketib qo'ygan bo'lsa. Albatta, yaxshi niyat bilan mana shu Musofir shouni galdagi sonini boshlaymiz o'rtoqlar. Haqiqiy ishtirokchimiz Yevropadan ishtirok etgan Polshada, qanchadan beri Polshada? 1 yil bo'lyapti hozir Polshaga ketganiga. 1 yil bo'ldi. Oldin endi Rossiyada ishlardi. Hozir 1 yil bo'ldi Polshaga ketganiga. Nima ish qiladilar o'zi? Stroykada, qurilishda. Stroykada, qurilishda. Ko'ryapsizlarmi? Butun dunyoni o'zbeklar bizni o'g'lonlarimiz quryapti. To'g'rimi? Albatta. Hunarmand, usta, qo'llaridan hamma hunar keladi. Bundan biz bag'oyatda xursandmiz. Ana endi bizni Musofir shouni Instagramda, ijtimoiy tarmoqlarda kuzatib borib, ishonib bizga a'zo bo'lgan va omadli ishtirokchimizga aylangan Sohib akam bilan onlayn aloqaga chiqamiz. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Oybek yaxshimisiz aka? Akajon yaxshimisiz? Sog'liqlaringiz yaxshimi?
Rahmat Allohga shukr. Bizni musofir show ishtirokchisiga Qasamyapman. aylanibsiz. Biz bundan bag'oyatdan xursandmiz. Bizga ishonib, a'zo bo'lib, ishonganingiz uchun rahmat demoqchimiz. Rahmat aka, sizlarga ham rahmat katta. Qalay endi bu Biz Media platformasini yuklab oldingiz telefoningizga. Yoqyaptimi Biz Media platformasi? Ha, zo'r aka, yo'qyapti. Xullas kalom, mana shu Biz Media platformasi orqali o'zi ham maza qilib foydalanadi. O'zbekistonda turgandek bemalol hamma videolarni, kinolarni, ko'rsatuvlarni tomosha qilish imkoniyati ham bor. Undan tashqari mana shunday musofir shouda ishtirokchiga ham aylanib turibdi. Juda ham omadli inson ekan, Soqib aka. Ha, rahmat aka, men o'zi kutmagandim bunaqa tez bo'lishini. Chunki 7-yanvar kuni shu YouTube kanalida, Instagramda ko'rib qoldim. Ko'rib niyat qildim. Shu avtomobil yutish bo'ldi. Niyat qilib bir yutsam dadamga sovg'a qilaman degan niyat bor edi. O'sha kuni Allohga tavakkal obuna bo'ldik, sotib oldik va 22-kuni telefon bo'ldi. To'g'ri bunaqa tez bo'ladi deb o'ylamadim, kutmadim. Aka, bizda asnaqada bilsangiz bilarsiz. Hammaga tavsiya qilamiz. Akamjonlaring shana orasilar deb qo'ying. Asnaqa. Omad tilab qolamiz. Endi esa o'yinimizni boshlaymiz. Sizlar tayyor bo'lsanglar, Soqibjon biz bilan onlayn aloqada bo'lasiz. Siz ham onlayn kuzatib turasiz. Mana bu yerda 30 ta raqam ortida pul yutuqlari, bitovoy texnikalar hamda 10 gram tillamiz ham yashiringan, omadi kelgan mana shu sovg'alarni olib ketadi. Ana endi hurmatli ishtirokchilarimiz, Go'zal xonim bizga o'yin shartlari qanday bo'lib o'tadi, sizlarga tushuntirib o'tadi. Marhamat. O'yinimiz zinama-zinadan iborat, 5 ta zinadan iborat bo'ladi. Birinchi zinada sizga 5 ta raqam tanlash imkoniyati beriladi va har bitta raqam ortida smartfon 4 ta, notebook 4 ta, televizor 43 talik 4 ta, kir yuvish mashinasi 4 ta, havo sovutgichi 4 ta, gaz plitasi 4 ta, muzlatkich 3 ta, 10 million so'm pul yutug'i 2 ta va 10 gram tilla bir dona yashirilgan bo'ladi. Ushbu raqamlar ortida. Har bitta zinada, birinchi zinada 5 ta raqam, ikkinchi zinada 4 ta raqam, uchinchi zinada 3 ta va ikkinchi zinada 2 ta, eng oxirida bitta raqam tanlash imkoniyati bor sizda. Har bitta zinada topgan bitta yutug'ingiz super o'yinda sizga bitta imkoniyat beradi. Ya'ni super o'yinda bitta raqam tanlash imkoniyatini beradi. Endi omad sinab ko'ramiz. 1 dan 30 gacha bo'lgan raqamlar ortida mana shu yozib qo'yilgan sovg'alarimiz yashiringan. Lekin men sizlar tomondaman. Nima sovg'a yutsanglar ham bo'lishamiz demayman. O'zingizlarga xudo xolasa, lekin Go'zal xonim mana shu yerda tanlagan, o'zingiz o'ylab topgan, shoshilmasdan, hayajonlanmasdan bemalol o'zingizni qo'yib mana shu raqamlarni aytadigan bo'lsangiz, omadingiz keladigan bo'lsa, sovg'alarga ega bo'lasiz. Albatta. Bo'lmasam tayyormiz. Birinchi zinadan boshlaymiz. Birinchi zinamizda 5 ta raqam tanlashingiz kerak. Undan oldin esa yutuqlarimizni tanlab olamiz. Undan oldin 4 taliklarni tanlaymiz. smartfon, notebook, televizor, kir yuvish mashinasi, havo sovutgich, gaz plitasi, muzlatgich 10 million so'm hamda 10 gram tilla. Hozir mana shu yerdan bitta sovg'a tanlab olasizlar hamda raqam tanlaysizlar. Gaz plitasi. Demak, gaz plitasi. Gaz plitasi. Gaz plitasi jichingiz kirib qoladimi? Hammasi endi kir yuvish mashinasini ko'p topyapti, biz endi yangilik kiritaylik. Ha, albatta yangilik. Demak, gaz plitasi deyishdi. Birinchi raqamda esa kim topadi? Dadam. Ha, uy boshi, ro'zg'or boshi, ha, otadan boshlaymiz. 1 dan 30 gacha bo'lgan raqamlar orasidan 5 ta raqam tanlashinglar kerak. Birinchi raqam sizga tushdi. Birinchi raqam endi bugun 15-chisi ekan, ham biz o'zimizda 37lik bayramimiz. Birinchi bo'lib 15-raqamni tanladilar va o'zlari sevgan raqamlarini 15 raqami. Qani 15-raqam ortida gaz plitasi bormikin?
Nima deb o'ylaysizlar endi? Birinchisi, baribir birinchisi, to'g'rimi? Qani Chiqqani. bu 15 raqam ortida notebook. deydi, indamaymiz, Yaxshi ot indamaymiz. Yaxshi niyat, yaxshi ot keyin chopadi. Hali bu birinchisi. Hali 4 ta raqam turibdi, to'g'rimi? Albatta. Ana endi ikkinchi raqamni kim tanlaydi? Sohibjon tanlasin. Sohibjon, endi Oyu. sizni tanlash imkoniyatingizni otangizlar sizga berdilar. Ikkinchi tanlaydigan raqamingiz. 10-raqam. 10-raqam. 10-raqam ortida qani Sohibjonni Musofir shouda omadi kelib, birinchi ishtirokchiga aylanibdi. Ana endi raqam ortida qanday omadi kelar ekan. Lekin 10-raqamda Barselona jamoasida Lionel Messi to'p surgan 10-raqam. Qani Go'zalxon 10-raqam ortida 10 million so'm pul yutug'i. ko'rdingizmi, bu qiz bizga do'stmasda, mana. Tushunmadim. Mana 10 million so'm pul chiqarib turibdi. Mon qarang endi. Mayli. Uchinchi raqam kim tanlaydi? Kattadan keyin 28. 28-raqam ortida gaz plitasi bormikin? Mana shu qiz Sohibjon tug'ilgan kuni. ha, Sohibjon tug'ilgan kuni. 28 10 meniki edi. 28-raqam Sohibjon Sohibjon tug'ilgan kunlari. Ayollar, ha? Ayol. Mana. O, Sohib aka tug'ilgan kuningizgacha bilar ekan. 8-marta esdan chiqmasin. Ana endi 28-raqam ortida. Qani uchinchisi 28-raqam ortida 10 gram tilla. 10 gram tilla. Sohibjon lekin o'zini narsasini topdi. To'g'ri. Polshadan olib kelasiz endi 10 gram tilla. To'g'ri. Ha, kayfiyat tushirmaymiz. Albatta. Hammasi Ya, hali oldinda. oldinda birinchi zinadamiz. Birinchi zina shunaqa ozgina sirpancha bo'ladi. Keyingilarga yurib ketadi. Xullas kalom, Musofir show o'rtoqlar, yangi ekran qarshisiga o'tirgan aziz Musofir show muxlislariga aytib o'tamiz, yana butun dunyodan ishtirok etadigan O'zbekistondagi birinchi bor ishtirok etilayotgan mana shu Musofir show kapital shousi. Ana endi O'zbekistondan turib ham bemalol ishtirok etish imkoniyati bor. Bu qanday bo'lib o'tadi? Biz media platformasini o'z telefoningizga App Store yoki Play Market orqali yuklab olasiz hamda uning ichidagi Musofir show tarifini rasmiylashtirasiz. Undan chiqqan show IDni esa Musofir show Telegram botiga jo'natib qo'yasiz. Omadingiz keladigan bo'lsa, mana shu yerda, mana shu studiyada siz bilan ko'rishamiz va omadingiz keladigan bo'lsa, Cobalt avtomashinasi yoki bitovoy texnikalar, xullas kalom quruq qo'l bilan ketmaysiz. Sohibjon, siz ishtirokchiga aylandinglarmi? 5 million so'm yutug'inglar bor. Aytdim-ku, bunaqasi hali bo'lmagan O'zbekistonda. Siz 5 million so'm yutuqdasiz hozir. O'shuning uchun xavotirlanmay 4-raqamni kim topadi? Sohibjon ukasimi? Kichkina o'g'lim. Ukasi. Necha endi? 25-raqam. 25-raqam. Qani mashina. Kir yuvish mashinasi. Kir yuvish mashinasi deb kelin aytuvdimi hali? Kir yuvish mashinasi tanlaydi. Yo'q, u ko'p chiqyapti deb turib gaz plita. Mayli. Mayli, kayfiyat tushirmaymiz. Ana endi 5-raqamni, amaki, o'zingizdan endi o'zingizga yana aylanib keldi. Taldori. 13-raqam. 13-raqam. 13-raqamning hikmati bor, ha? 13 palakat deyishadi, palakat emas. Qizim tug'ilgan kunida. Juddayam chiroyli raqam, 13-raqam. Qani Go'zalxon? 13-raqam ortida havo sovutgichi. Havo sovutgichdaqa sovuq qizda bu qarang. Mon qarang, endi havo sovutgich chiqarib turgan. Gaz plitasini qachon chiqaradi? Men tanlamadim-ku raqamni. Ha, bo'ldi. Endi mana shu yerda 30 ta raqam ichida gaz plitasi borligini isbotlash uchun bitta raqamni ochadi Go'zalxon. Qaysi raqamni ochasiz? 5-raqam ortida 5-raqam demaysilarmi gaz plitasi. 5 ta urinish, birinchi zina
Hali hammasi oldinda. Ana endi ikkinchi zinaga ko'tarilyapmiz. Ikkinchi zinada esa sizlarda 4 ta raqam tanlash imkoniyatingiz bor. Undan oldin esa sovg'ani tanlab olamiz. Nima sovg'a? Sohibjon, nima Sohibjon tanlaysiz? nimani tanlaylik? Smartfon. Smartfon deyaptilar. To'g'ri tanlov. Chunki smartfon ham 4 ta. Tanlangan raqamlar ichida mana raqamlar kamayib boryapti. Bu yog'iga imkoniyatingiz oshib boryapti. Mana shu raqamlar ortida 4 ta smartfon ham bor. Va 4 ta raqam tanlash imkoniyati bor. Birinchi tanlaydigan raqamimiz amaki. 24 bo'la qolsin. 24-raqam. 24-raqamda hech kim tug'ilmaganmi? Yo'q. Nevaramda nevara. Ha? Nevarangiz tug'ilgan. Gap bo'lishi mumkin emas. Hamma Hamma tug'ilgan kunni bilar ekansiz, a? 24-raqam ortida Televizor. televizor. Shuni tanlaylik televizor. Televizor. Biz hozir shu televizorning ichida turibmiz. Sizlarga musofir shou orqali salomlarimizni yetkazib qo'yamiz. Ana endi ikkinchi raqamni kim tanlaydi? Akam tanlaversin. Sohibjon o'zingizga tashlashyapti. Sohibjon ikkinchi raqam tanlash imkoniyati. 9. 9-raqam. 9-raqam ortida biz kutgan sovg'a bo'lishi kerak. Bo'lmasa haydab boramiz shu qizni. Biz kutgan sovg'a, lekin birinchi zinadagi gaz plitasi. Gaz plitasi. 3-raqamni topish imkoniyati endi. Tanlaysin. Tanlavering, qo'rqmang, indashmaydi. Tanlavringlar. Bemalol xotirjam bo'lib tanlanaveradi. 3-raqam. Nechi? 3. Ana endi ukalari, Sohibjonning ukalari 3-raqam dedilar. 3-imkoniyatda. 3-raqam ortida Go'zalxon Smartfon. Uka, tabriklayman. Bitta kaltadan qoldingiz. Albatta hazil, hurmatli o'rtoqlar. Aka-ukachilik baribir mehr oqibat bo'ladi, to'g'rimi? Baribir. To'g'ri. Uka bor joyda ko'proq uka harakat qiladi, dada akaga ish buyuradi, aka ukaga buyuradi, keyin indamay qarab yuraveradi uka ishlarni qilib, ha? Hammada bor bu o'zbekchilik. Ana endi bitta imkoniyatga ega bo'ldinglar. Bemalol kelin endi xotirjam tanlasangiz bo'ladi. 4-raqam tanlash imkoniyati. Baribir Sohibjon Polshada telefon qilsa bezovk qilib qo'yasiz. Ana endi tanlash imkoniyati sizda. Nechinchi raqam kelin? O'zingizni xohlagan Turni raqam. chopgan tanlov. Shu yerda xohlagan ishingizni qiling kelin. 17. 17-raqam. 17-raqam ortida. 17-raqam ortida. Bizga qanday imkoniyat keladi? 17-raqam. Smartfon. Tabriklaymiz. Mana aytdim, yaxshi ot keyin chopadi deb bejizga aytmadingiz. Sohibjon 10 gram tilla esingizdan chiqmasin. Kelin topdi smartfonni. Musofir shouda maqsadi, g'oyasi oilalarni birlashtirish, hamjihat qilish, masofada bo'lishidan qat'iy nazar ularda ahilligi, mana shu raqam topish bo'yicha ham ko'rdinglar. Juda ahil bo'lib ketdinglar. Ana chiqmay qolgan sari ahillashyapsizlar. Nima qilsak ekan? Uji jamoaviy bo'lib, bitta jamoa bo'lib, oila bo'lib, hamjihat bo'lib. Hurmatli yurtdoshlar, barcha yurtimizdagi oilalar xotirjam, maza qilib, bayram qilib yurishini tilab qolamiz. Shuning uchun biz yaxshi niyatda, halol pok sizlar uchun mana shu musofir shouni tashkil qildik va mana sekin-sekin g'oliblarimiz hamda Cobaltlar o'z egalarini topyapti. Pul yutuqlari, bitovoy texnikalar. Xullas biz ham xursandmiz, sizlar ham xursandsizlar. To'g'rimi? Albatta. Aytdim-ku, birinchi zina sal sirpanchiq. Ikkinchi zinaga ko'tarildingiz, mana ikkita imkoniyatga ega bo'ldinglar. Ana endi 3-zinaga ko'tarilamiz hamda 3 ta raqam tanlash imkoniyatingiz bor.
Undan oldin yutuqlarimizni tanlab olamiz. Bizda esa sovg'alarimiz smartfon 2 ta, notebook 3 ta, televizor 43 talik 3 ta, kir yuvish mashinasi 3 ta, havo sovutgich 3 ta, gaz plita 2 ta, muzlatgich 3 ta, 10 million so'm pul yutug'i bitta, 10 gram tilla voqea joyidan fitang bo'ldi. Chiqib ketdi. Xullas kalom, sovg'a nima sovg'a tanlaymiz? Havo sovutgich. Havo sovutgich. Havo sovutgich. Jaydar tilda aytadigan bo'lsak, konditsioner. To'g'rimi? Qani raqam tanlash kimdan boshlaymiz? Tanlayverasizlar. O'zidan. Sizlar tanlaysiz. Topyapsizlar, sizlar topyapsiz. Akam tanlasin. Akangiz, ha? Sohibjon, o'zingiz boshlagan ish. Nechi raqam? Ikkinchi raqam. Ikkinchi raqam. Bizda tanlangan sovg'a havo sovutgich, ikkinchi raqam ortida esa go'zalga ma'lum bo'lgan sovg'a. Qani? Ikkinchi raqam ortida kir yuvish mashinasi. Kir yuvish mashinasi. Ana endi keyingi ikkinchi raqamni tanlaydigan inson. Tanlay. 30-raqam. 30-raqam ortida havo sovutgich bormikin? Nima deb o'ylaymiz endi? 30-raqam ortida esa Havo sovutgichi. kelinni hurmat yana bitta oshdi. Gap bo'lishi mumkin emas. Doim hurmatda bo'linglar, aziz kelinlar, aziz singillar, opalar. Bosing. Mana qaynanalar ham o'tiribdi. Ana endi bizda keyingi raqam tanlash imkoniyati 3-zinadagi 3-raqam. 22-raqam. 22-raqam. 22. 22. Mana 22 qatta turishini ham bilmaydi. Adashib ketdim. Hasan Husan raqamlar 22-raqam ortida Kir yuvish mashinasi. kir yuvish mashinasi. Uylanmagani ham. Yaqinda to'y bo'ldi. Yaqinda to'y, Dekabrda to'y qilgan. kir yuvish mashinasi. Qarang, sovg'alari ham namyoq qilyapti-da, tezroq uylan deb. Uylangan. Uylanganmi? Dekabrda to'y yo'q. qildi, yaqinda to'y qildi. Ha, kelinni o'ylayapti ekanda bo'lmasa, kir yuvish mashinasi olib berasiz. Qachongacha qo'lda yuvaman degan bo'lsa. Chiqarib yuryapsizlar. Xullas 3 ta raqam 3-zinadan o'tdik. Ana endi 4-zinada 2 ta raqam tanlash imkoniyatinglar bor. Sovg'alarimiz esa smartfon 2 ta, notebook 3 ta, televizor 3 ta, kir yuvish mashinasi 1 ta, havo sovutgichi 2 ta, gaz plita 2 ta, muzlatgich esa 3 ta. 10 million so'm pul bitta, 10 gram tilla. Muzlatgichdan. Muzlatgich. Ha, kelinimiz to'g'ri tanlov qildi, chunki muzlatgich 3 ta. Bu yerda raqamlar esa kamayib bormoqda, lekin mana shu raqamlar ortida muzlatgich bor. To'g'rimi, Go'zalxon? To'g'ri. Sizlar to'g'risiz. Ana Sizlar endi topyapsizlar. 2 ta raqam tanlash imkoniyati kimda birinchi? Ikkalasida, ikkalasi bityapti. Omad kelyapti shular. Akasi ham so'rasin. Kimdan boshlaymiz bo'lmasam? Kelin. Keyin. Ha, kattalardanmi? 19. Nechi? 19. 19-raqam. 19-raqam, lekin ancha topqir kelin chiqdi. Sohibjon pullarni ham hech joyga yashirolmasdi shekilliga. Ana endi 19-raqam ortida Muzlatgich. gap yo'q. Topqir kelinda, topqir kelin. Yo'q, kelin Sohibjonga qarab turib bunday qilyapti, yutyapti-da. Gap bo'lishi mumkin emas, muzlatgich. Ana endi bitta imkoniyat qoldi. Kim tanlaydi? Bir tarafda yasmi? Uka. O'zi tanlasin. 8-raqam. 8-raqam. Ikkinchi imkoniyat. 4-zinadamiz, ikkinchi imkoniyat 8-raqam. 8-raqam ortida esa
Havo sovutgichi. Havo sovutgich. Kelinni hurmat ko'tarilib ketdi. Ukaniki jishga tushdi. Albatta Ayollarni hazil. hurmat qilamiz. Albatta hazil. Endi 5-zinaga ko'tarilamiz va oxirgi zinamiz bitta imkoniyat. Bitta raqam tanlash imkoniyati bor. Bizda qolgan raqamlar 1, 4, 6, 7, 11, 12, 14, 16, 18, 20, 21, 23, 26, 27, 29-raqamlar. Ana endi qolgan sovg'alarimiz: smartfon 2 ta, notebook 3 ta, televizor 3 ta, hamda kir yuvish mashinasi, bitta havo sovutgich, bitta gaz plita, 2 ta muzlatgich, 2 ta 10 million so'm pul yutug'i, bitta 10 gram tilla yo'q. Kelin. Amaki, uka, sohibjon, mana sovg'alar, mana shu raqamlar. Bitta sovg'a tanlaysizlar hamda bitta raqam O'zi tanlaysizlar. tanlaversin. Sovg'aga keladigan bo'lsak, endi sizlarga yaxshiroq ko'rinib turibdi. Kesaversin. Kelin, qattiqroq Yo'q, gapiravering. Siz hozir gapiradigan holatdasiz. Notebookmi, televizor? Televizorni ko'ramiz. Televizor. To'g'ri tanlov. 43 talik televizorimiz ham 3 dona qolgan. Bu yerda raqamlar kamaygan hamda bitta raqam tanlash imkoniyati. Bu imkoniyatni ham kelinga beramizmi? Beramiz. Ha? Albatta. Yo'q, o'zingizmi? Yo'q. O'zi tanlaversin. Ha? O'zi tanlavering deyapti kelin. Kelin tanlaversin, topqirlarga-da topqirlar. Ha. Ha, Bu yoqqa vodiycha ketdi-yu, o'zidan bo'lsin. O'zidan bo'laversin. tanlavering. Bitta raqam tanlash imkoniyati. 5-zinaga ko'tarildik va so'nggisi bundan keyin esa super o'yinga ishtirok etasizlarmi, yo'qmi, buni sizlardan so'raymiz. Yoki super o'yin yoki sovg'alar. Va 5-zinadamiz. Ana endi bitta raqam kim tanlaydi? 11-raqam. 11-raqam. 11-raqam bu ham egizak raqamlar va 11-raqam ortida Notebook. notebook dedim, meni hayolimdan o'tdi-ya. Mana shu notebookni tanlashsayu deb turdim, Lekin qo'yish kerak-da. biz zina shartimizni bajarib oldik. Juda ham ajoyib imkoniyat bo'ldi sizlarda. 3 ta imkoniyat. Super o'yinga o'tadigan bo'lsanglar, 3 ta imkoniyatinglar bor. Har bir zinada tanlagan sovg'angiz, misol uchun 2-zinada 2 ta sovg'ani topdinglar, lekin bitta imkoniyatga yuradi. 2 ta smartfon, bitta havo sovutgich va muzlatgich. Juda ham ajoyib. 3 ta imkoniyat bor. Endi sovg'asini aytib berayapman-da, nima 2 ta edi, menda bitta bo'lib qoldi, demak, zinada shunaqa. Ana endi mana shu raqamlar ortini ochyapsizmi Go'zal? Ha, ko'rsatib qo'yish uchun 20-raqam ortida televizor yashiringan edi. Bitta televizor chiqarib yuboramiz. Endi bitta televizorni chiqarib yuboramiz. Endi zina shartimiz tugadi va bu raqamlar ortida rostdan ham mana shu sovg'alar bor edi. Shuni ham bir qator ko'rsatib qo'yamiz endi. 7 ta nima? Mana muzlatgich 4 tadan deb yozishdi, yo'q hech nima demanglar deb. Mana orqasida baribir mana smartfon, 27-raqam ortida notebook, 26-raqam ortida havo sovutgich, 14-raqam ortida gaz plitasi. endi bu yog'i ish bo'lib ketdi demasin deb mana hamma Kir yuvish raqam ortida mashinasi. mana shu yerda qo'ygan sovg'alarimiz mavjud edi. O'rtoqlar, mana smartfon, televizor, 10 million so'm pul yutug'i bitta qolganida, mana bu yerda ham bitta notebookimiz 2 ta turibdi. Smartfonlar 7 ga muzlash chiqar ekan. Mana endi super o'yinga o'tamizmi yoki mana shu yutib olgan sovg'alarimiz? 2 ta smartfon, bitta havo sovutgich va bitta muzlatgich. Go'shtlari bilan nima deysizlar? Cho'g'likchi. O'ynaymiz. Ha? O'ynaymiz. Super o'yin o'ynaymiz. Demak, super o'yinga o'tasizlar. O'ynaymiz, super o'yin. Ha? O'ynaymiz. Unaqa bo'ladigan bo'lsa, super o'yinga ketdik. Yana. Tabriklayman. Rahmat.
ishtirokchilarimiz super o'yinni tanlashdi va mana bizning raqamlarimiz ham tayyor. 1 dan 10 gacha bo'lgan raqamlar ortida 1 million so'm pul yutug'i, 4 ta kichik to'plam, 3 ta katta to'plam, 2 ta avtomobil. Cobalt avtomashinasi esa bitta. Katta to'plamda 5 ta bitovoy texnika, kichik to'plamimizda esa 3 ta bitovoy texnika bor. Xullas, sizda 3 ta imkoniyat bor. 2 ta smartfon yutdingiz, hamda bitta havo sovutgich va bitta muzlatgich. Hozir 3 ta imkoniyatda 1 dan 10 gacha bo'lgan raqamlarni tanlaysiz va buni ichida chiqqan sovg'a amaki sizlarniki. Ana endi super o'yinda raqam tanlashdan oldin biz keyingi ishtirokchi, keyingi omadli Musofir show ishtirokchisi kim bo'lishini aniqlab olamiz. Tayyormisizlar? Albatta. Unaqa bo'ladigan bo'lsa, 1, 2, 3, start! Dangir dungir dangir dungir dangir dungir dangir. Ana. 16-15 raqam egasi bizni keyingi Musofir show ishtirokchisiga aylandi. Tabriklaymiz. Aloqaga chiqishimizga qadar demak biz o'yinda davom ettiramiz. Eslatib o'tamiz, 1 dan 10 gacha bo'lgan raqamlar ortida 1 million so'm pul yutug'i 4 ta, kichik to'plam 3 ta, katta to'plam 2 ta va super yutug'imiz Cobalt avtomashinasi. Demak, tayyor bo'lsanglar, sizlarda 3 ta imkoniyat bor. Mana shu 1 dan 10 gacha bo'lgan raqam ortidan bitta raqamni kim tanlaydi? Sohibjon. Yoshga beramiz-da. Sohibjon. Yaxshimisiz? Rahmat aka Oybek aka. Sohibjon, daqiqalar boshlandi mana. super o'yinga olib o'tirdim endi. Ha, niyat shu o'zi. O'zi yaxshi niyat qilishgan ekan, super o'yinda ishtirok etamiz va Cobalt avtomashinasini yutib ketamiz-da. Qani bu niyatlariga yetadimi? Yaxshi niyat yarim mol. Nasib qilgani, endi bizdan ham xafa bo'lmaysizlar. 1 dan 10 gacha bo'lgan raqam ortida siz tanlagan sovg'alar chiqib keladi va ular sizniki. Lekin hozir bu yerda umuman yutkizmaysizlar. Bu yoqda ham xolodilnik, mana katta to'plam yutsangiz, kichik to'plam yutsangiz ham yutqizmaysiz. Afsus qilish yo'q. Xullas kalom, bizning Musofir show mana shunday. Quruq qo'l bilan har bir ishtirokchini qo'yib yubormaydi. Ana endi birinchi raqamni kim tanlaydi? Sohibjon sizga qaradi. Akam tanlaydi. Dadam boshlaversin endi dadam. Dadam dedi. Yoshlarga beraylik, yoshlar. Yoshlarga beraylik deyapti-da. Dadam boshlaversin. Boshlang. Tanlang. Sen aytib o'zing. O'z boshlab berasizmi? Sohibjon ham lekin aktyorlarga o'xshar ekan-a. Turk aktyori o'tirgandek bo'lyapti, men gaplashayotgandek bo'lyapman, Sohibjon. Turk aktyoriga o'xshaysiz. Andanida shunaqa aytma. Nechi raqam? Tavakkal, deb boshkal. 9-raqam. 9-raqam. 9-raqam tanladilar. Mana shu raqamni ochmasanglar, lekin men pul yutug'i beraman. Nima deysizlar? Ochamiz. 1 million. Ochamiz. Ochamiz? Shoshilmanglar. Hozir ishdimi bo'lmasa-chi? 2 million. Peshanada bor, Nima akam bo'lsa ham tanladi. bari. Ochamiz. Mana shu raqamni menga beringlar. Ichidagi sovg'a meniki bo'lsin. 5 million so'm beraman. Ko'piltib bersangiz beramiz. Shunchalikmisan, Cobalt? Shuni deb keldik endi, ochamiz. Bo'pti. Keldik biz. 6 million beraman, shu raqam menga qolsin. Ochamiz. Ochamiz. 7 millionga ham bermaysizlarmi? 10 millionga ham beramiz. 10 million bo'pti. Bermaymiz deyapti. Ochamiz. Sohibjon bular juda qattiq chiqdi-yu. Ularni berganida endi. Nima deysiz? 10 million so'm bersam, mana shu 9-raqamni menga bering deyapman. Nima deysizlar? 5 milliondan 15? Bo'pti, bo'lsin. 4 milliondan bo'lsa 12 million.
Keyin kimdan olishimni ham bilmayman, beraman lekin 12 million. Kelin. 14 million kelin. Yo'q, ochamiz. Sizni gapingiz o'tib turibdi hozir. 14 million. Ochmay bermaysizlarmi? Ochamiz. Ochaylik, ashuni ko'raylik. Bo'pti. Qiziqyapmiz. Mana shu 9-raqamni yaxshi ko'raman. 15 million beraman, shuni ochmaylik. Yaxshi savdo bo'lyapti lekin. Yaxshi savdo bo'lyapti. Amaki 15 million. 9ni ochmaylik. Ochaylik. Sizlar qatori turibdi. Men bu raqamlar orqasida 1dan 10 gacha bo'lgan raqam orqasida nima yashiringanini bilmayman. Biz ham bilmayapmiz-da shuni. Ish bilgani Qiziqyapti ochamiz. shunga. Lekin ichida mana 15 millionni tanlamadingiz-ku hozir. 1 million chiqishi ham mumkin. 1 million chiqishi ham mumkin. Yoki Nima bo'lsa ham. Cobalt avtomashinasi chiqishi ham mumkin. Yo katta to'plam yo kichik to'plam chiqishi mumkin. Mana shu sovg'alar mana shu 1dan 10 gacha bo'lgan raqam ortida yashiringan. 15 millionga shu 9-raqamni berasizmi? Raqamni o'zi kerak, orqasidagi narsa kerak. Raqam kerak. Raqamni orqasidagi narsa kerak bizga. Raqamingizni nima qilaman? Raqam sizga qolaveradi, orqasidan yezinglar. Go'zal. Mayli, boriga barakada. 9-raqamlarini bering o'zlariga. 9-raqam. 9-raqamni Sohibjon 15 millionga sotishmadi, menga berishmadi. Amaki qattiq ekansiz lekin. 9-raqam ortida. 9-raqam ortida Gulduros Xashim. Kichik to'plam. Kichik to'plam. Kichik to'plam. Kichik to'plamda 3 ta bitovoy texnikamiz bor. Ancha kelinga bo'lsa kerak endi. Ha? 3 ta topdingizmi kelin? 3 ta topdi. 3 ta topdingiz, ha? Nima bo'lsa ham baribir minus emassizlar. Kichik to'plam. Bu ham yomon emas. 3 ta bitovoy texnika bor buning ichida. Birinchi zinamizdagi o'yindagi sovg'alar chiqdi. Endi bu yerga ko'ngil xotirjam, hammasi bunday bo'ldi. 3 ta bitovoy texnika, 5 million so'm pul yutug'i, musofir shou. O'rtoqlar, shunaqa kapital shouki, musofir shouda siz ishtirokchiga aylandingizmi, 5 million so'm sizni yutug'ingiz bor. Ishtirokchiga aylangan odam 5 million so'mga ega bo'ladi. Undan tashqari musofir keldingiz, super o'yinda ishtirok etdingiz, zinalardan o'tib super o'yinda ishtirok etadigan bo'lsangiz, katta bitovoy texnikalar yoki pul yutuqlari yoki Cobalt avtomashinasiga ega bo'lasiz. Musofir shou. Qanday a'zo bo'lamiz? Bu qanaqa kapital shou deganlari uchun biz media platformasini o'z shaxsiy telefoningizga yuklab olasiz. Play Market yoki App Store orqali yuklab olasiz hamda uni ichidagi musofir shou tarifiga obuna rasmiylashtirasiz. Hamda undan chiqqan IDni, show IDni musofir shou Telegram botiga jo'natib qo'yasiz. Omadingiz keladigan bo'lsa, mana shu yerda, mana shu studiyada ishtirokchiga aylanasiz va quruq qo'l bilan qaytmaysiz. Biz media orqali esa xohlagan klipingizni, xohlagan kinoingizni, xohlagan ko'rsatuvingizni bemalol tomosha qilish imkoniyatiga ega bo'lasiz. O'rtoqlar, endi musofir shou ishtirokchilari 2-raqam tanlash imkoniyatiga yetib ham keldilar. 2-raqamni kim tanlaydi? Keyin ham tanlaydi. Keyin ham tanlaydi. Yoshlarga beryapmiz-da, yoshlar tanlayversin. 1-raqam. 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 Lekin bir boshdan birda tanladingizda, kelin, aniqmi? Aniq. Kelin, mana shu 1 raqamini, 1 bu. 1da u. 1 millionga soting. Ha, birga 1 million. Yo'q, ochamiz. Ochamiz. Qaranglar lekin mana. Ochamiz. Bo'pti, kelinni hurmati 3 million beraman. Amaki nima deysizlar? 1-raqam. Raqamni ochamiz. Nima deysiz? Ochaylik, raqamni ko'raylik. Mon qarang. O'g'lingiz ham yaqinda uylanibdi. Kelinga bu narsa olib borsin 5 million, bunga 1 millionni beradi.
5 millionga mana shu xunuk birni beringlar. Berasizlarmi? Raqamni ochib olaylik. Mana shu Cobalt qilyapti-da hamma yo'qda. Orqasida Cobalt bor deb o'ylashyapti-da. Bo'pti, 7 dan biri Xizr. 7 million beraman mana shu bir raqamiga. Raqamni ochaylik. Raqam. Raqam. Kelinga ishonib qoldingiz-a? Ha, ishonyapmiz. 7 million. Go'zal, nech pildingiz bir raqamini? Mabodo bir raqamini sotib olsangiz, nech pulga sotib olardingiz? 9 million bering, berishadi. 9 million. Nimaga bu 10 million bas yo 8 million bas? Nimaga 9 Sizni o'yladim. Meni o'ylagan odam 9 million beryapti. Bo'pti, 10 million qilamiz. Birinchi bergan 5 millionimiz bilan 15 million bo'ladi. Rozimisizlar? Oh! Raqamni ochaversin. Nima deysiz zaharli ilonni gaplariga? Yaxshi. Yaxshimi? Yaxshi. Raqamni ochaversin. Ha, raqam yaxshimi? Raqam Ha, raqam yaxshi. Faqat yo'q yurgan. Qachon ha deysizlar? Kelin nima Chiqqanda deysiz? ha deymiz. 12 million so'mga nima deysiz? Yo'q deyman. Shunaqa 13 million so'mchi? 14 million. 15 million. Chiroyli turibdi raqam. 17 million ham aka. Nima yapti? 17 million. Nima yapti-da? İçida bitta ham yettig'i yo'q. Faqat 200 ming TL. 17 million. Bo'pti, 20 million. Xolamiz sazasi o'lmasin. Nima qilamiz aka? 20 million. Ochamizmi? Ha, ochamiz. 20 million. Raqamni menga berdinglarmi? Ochamiz dedi-yu soqchon. Ha, o'zimiz ochamiz dedimi? 3 millionni siz berasiz, qarang. O'zicha 7 milliondan 10 million ko'targan sizsiz. Konishmadi-ku. 3 millionni beradi. 20 million olasizlarmi yo'qmi? Raqamni ochaveraylik. Ochamiz. Ochamiz deyapti hamma. Qaranglar, lekin men sizlarga bo'lsin, sizlarga bo'lsin dedim. Go'zal, birinchi raqamni oldiga boringchi. Birinchi raqamni oldiga boring, bizga qarang. Ikkita farq toping. Raqam bilan. Raqam go'zal turibdi ama. Raqam go'zal turibdi. Qofiyalari bilan, go'zal. Go'zallikka boy ekansiz. Bir raqamida oldidagi oy ekansiz, qani. Bir raqami ortida 20 million so'mga, men 20 million so'm taklif qildim, lekin bular esa bir raqamini tanlashdi. Mana shu bir raqam ortida, qani 20 millionni olishadimikin yo desam, yo bir raqamni olamiz deyishdi. Ochamizmi? Va bir raqamni kim aytyapti? Ochamiz. Men. Hali ham hali ham suhbatlashyapsizlar. Men bir raqamini sizlarga berayotgandim. Ochamiz. Demak, bir raqamini tanlashdi va qarorlari qat'iy ekan. 20 million so'mga bir raqamini sotishmadi va birinchi raqam ortida. Qani birinchi raqam ortida? Ana mana shuni oldiga 20 ni qo'yib berdim-da. Men bilmayman dedim-ku, 20 million. Oy, bitta tavakkal qilib turib kelin, olamiz demaysizmi ya? Mayli. Nasiba. 1 million so'm yutib olishdi, 19 million minusda, lekin 6 million plyusda. Va kichik to'plam 5 million so'm musofir show ishtirokchiligi va hozirgi 3 ta imkoniyatdan bittasi 1 million so'm va keyingisi kichik to'plam bo'ldi. Va endi bizda qolgan raqamlar 8 ta raqam qoldi. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 raqam. Va bizda sovg'alarimiz 3 ta 1 million, kichik to'plam 2 ta, katta to'plam 2 ta va super yutug'imiz Cobalt avtomashinasi. Va bu yerda sizlarda imkoniyat bor. Oxirgi tanlaydigan raqaminglar. Nima raqam tanlaysizlar? Endi chiqqani
Ana endi birinchi raqamni kim tanlaydi? Tanlang dada. Omadingiz. Dada tanlang dada. Tanlang. Oxirgi. Tanlang endi hech kim so'kish eshitmaydi keyin o'zingiz tanlang. Dada tanlang chiqqanida. Tanlang chiqqani. Peshanada bori. Lekin amaki hozir kayfiyat tushirishga hojat yo'q. Siz plyusdasiz 6 million so'm pul yutdingiz hamda kichik to'plam. Kichik to'plamda 3 ta bitovoy texnika va tanlash imkoniyati uy boshi, ro'zg'or boshi amakimga berishyapti. Farzandlar otasini hurmat qilib, kelin hurmat qilib. 7-raqamni 7dan bir. 7-raqamga 7 ketdi. 10 million so'm pul beraman. Sizni 10 million 20 million bilan qimillatib bo'lmasa ekan a? 10 million so'm. 7-raqamda ochaylik. Mana shu 7-raqam uchun, chiroyli 7-raqam uchun 15 million beraman. Keling. 15 millionga berasizmi shuni? Ochamiz. Bering. Ochaveraylik. Bo'lsa ham. Amaki, o'zimizni ko'p qoldingiz. 20 million beraman shu 7ga. Bo'lmaydimi? Uka, necha pul bersam, mana shu 7ni menga tashlab ketasizlar. Oxirgi urinish, oxirgi imkoniyat. Cobalt pulini bersa tashlab ketamiz. Cobalt pulini menga uni kim beradi? Mashinani berib qo'ying. 37 yilligiga. Qaranglar, eshityapsizlar a? Bitta narsa. 25 million beraman. $25 million. Yey, 7-raqamni beraveraymi mayli nima qilib. yo'q, lekin o'ylandingiz, o'ylantirdim. O'ylanmadim. 25 millionga jiddiy o'ylandingiz. Qaror qabul qiling, part. Endi Cobalt chiqsa, o'zingiz oila boshsiz, juma oldimga tushdim, olib ketaverasiz. Yana mashina olaman, 7-raqamni olaman. Nima bo'lsa ham mayli. 7-raqam. Tavakkal. 7-raqam. Mencha sen zo'r raqamsan, 7. Bo'pti, mana shu menda qolsin. Men ochay shuni. 30 million beraman. Yo'q. 30 million bering. Yo'q. Sohibjon 30 millionga 7ni sotishmayapti. Nima deysiz? Dadam biladi, dadam qaror chiqaradi. Unaqa bo'lsa, bizda ham bitta qaror chiqaradigan qiz bor. 7-raqam oldiga mamnuniyat bilan jo'natamiz Go'zalxonni. Demak, 30 millionga berishmadi va Go'zal raqamni ortida nima borligini hozir bizga ko'rsatadi. Oybek aka, menda ham bir taklif bor. Xo'p. Raqam alishtirish imkoniyatini bermoqchiman ishtirokchilarimizga. Xohlasanglar raqamni alishtirish imkoniyati bor. Chunki buni ortida nima borligini men ham, Oybek aka ham bilmaydilar. Bilmaymiz. Almashtirmayman, boring, ochavering. O'ylab ko'ring. Yo'q. Nima bo'lsa ham mayli. Sizlarga shuncha imkoniyat berdik. Mayli. Endi bu bizning vazifamiz. Bizning vazifamiz, lekin raqam ortida nima turganini bilmaymiz. 1 million so'm kichik to'plam, katta to'plam hamda Cobalt avtomashinasi. Va bizda bu yerda 8 ta raqam qolgan va oxirgi tanlagan raqamlari 7-raqam. 7-raqam ortida esa nima bor ekan bizga qizg'anishib bermagan, 30 millionga bermagan, raqam alishtirish imkoniyatini bersa ham almashtirmagan. Raqam ortida, 7-raqam ortida nima bor? Hayajonli daqiqalar. Hayajonli daqiqalar. 7-raqam ortida Musofir shou galdagi soni va so'nggi sovg'amiz 7-raqam. Aytdim. Mayli, kayfiyatni tushirmaymiz. 29 million nariyog'dan 19 million Cobalt pulini ham chiqarib yordinglar mana.
To'g'rimi? 29 million, 19 million, 39 million, keyin 46 million. Ha? 46 mi? 48. 48 ming. Asli darsga bormadim-da. 48 degan darsga. Eng asosiysi Musofir shouda ishtirokchilar uchun kattakon rahmat. Bu o'yin. Aytdingiz, boshida aytdingiz. Ana omadga bog'liq. Nasib qilgani 1 million so'm, 1 million so'm, 2 million so'm hamda Musofir shou ishtirokchisiga aylanganligi uchun 5 million so'm, 7 million so'm hamda kichik to'plam 3 ta bitovoy texnikaga ega bo'lishyaptilar. Quruq qo'l bilan qaytmayapti. Asosiysi yana kaldagi sonlarda ishtirokchiga aylanish imkoniyatingiz bor. Bunisida nasib qilmagan bo'lsa, keyingisida albatta Cobalt yutib olish imkoniyatingizga ega bo'lasizlar. Sog' bo'linglar, ishtirok etganinglar uchun kattakon rahmat. Kichkina sovg'amiz bor edi. Musofir shouiga. Unda ko'rasizlar. Ha, bo'ldi. Shahrixon pichog'i bilan hamda Oho! Mana shu kichik sovg'a. Vodiydan kelganinglar bilinadi, o'zi so'ramoqchi edim, Qo'qon patirqani. Anjom patirlari bo'ladi. Anjom patirlari. Oho! Musofir shou deb yozilgan pichoq. Musofir shou deb yozilgan pichoq. Musofir shouga endi negativ bildira olmaysizlar. Doim nonda aziz bo'lib yuringlar. Rahmat kattakon. Ilinib shunchalik Musofir shouda non ko'tarib kelibsizlar. Mana Musofir shou keyingi o'yinga qo'yib yuboramiz. Mana Musofir shouda endi pichoq ham o'ynaladi. Non. Kattakon rahmat. Sovg'alar uchun kattakon rahmat. Endi guvohliginglarda keyingi Musofir shou ishtirokchisini aniqladik. Endi gaplashib olamiz. Maylimi? Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Va alaykum assalom. Assalomu alaykum, yaxshimisiz aka? Qalaysiz? Yaxshi, rahmat. O'zingiz yaxshimisiz? Bizni qayerdan kuzatib turibsiz? Sizni Moskvadan. Moskva shahridan mana galdagi Musofir shou ishtirokchisi, hurmatli yurtdoshlar. Tabriklaymiz. Keyingi Musofir shou ishtirokchisiga aylandingiz. Qayerlisiz? Qo'qonlikmi? Qo'qonli ballayu dedi. Rahmat aka. Salomat bo'ling. Vodiydan, Qo'qon shahridan ekanlar. Ismingiz nima? Ismim Sahobiddin. Sahobiddin. Oila a'zolaringizni keyingi Musofir shouda kutib qolamiz. Xudo xolasa mana shu yerda ishtirok etishib, xudo xolasa Cobalt avtomashinasi yoki bitovoy texnikalar yo pul yutuqlarga ega bo'lishadi. Musofir shouda a'zo bo'lib, hamma shartlarni bajarib, necha marta urinishga kirdingiz? 2 marta urinishdan kirdim, 2 marta imkoniyat va ega bo'ldilar. Gap bo'lishi mumkin emas. Rahmat aka. Endi Moskvada jicha g'iybat qilasiz. Musofir shou degani chiqibdi. Mana ishtirokchiga aylandim deb, yor birodarlar, do'stlarga, dushman bo'lsa ham ayting. Kelib Cobalt yutib ketsin. Omad. O'zingizni ehtiyot qiling. Ana endi hammada ishonch hosil bo'lish uchun mana shu raqamlar ortida qanday sovg'alar yashiringanini ko'rib chiqamiz. Kelin teskari tanlabsizda 10-raqam ortida Cobalt avtomashinasi ekan. Ikkinchi raqam ortida katta to'plam. 1 million so'm mana. 3-raqam kichik to'plam. 4-raqam ortida ham kichik to'plam va 5-raqam ortida 1 million so'm pul yutug'i. Mana ko'rdinglar o'rtoqlar. Bu oldi qochdi shou emas, haqiqiy Musofir shou. Ko'rib turganinglardek 10-raqam ortida avtomobil yashiringan ekan. Bu hammasi omadga bog'liq. Sizni ham Musofir shouda kutib qolamiz. O'rtoqlar, bu Musofir shou, Musofirda yurgan yurtdoshlarimiz uchun hamda
o'zimizni O'zbekistondan ham ishtirok etsa bo'ladigan, O'zbekistondagi hali bunaqasi bo'lmagan eng yirik kapital show ishtirokchiga aylandingizmi? Sizni pul yutug'ingiz bor. Musofir shouda keyingi sonlarda ko'rishguncha